أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Biz bugün şu to'rt dersimizde Allah'ın ki muvaffak kılışın inşallah hazır başladık. Bizim bugünkü dersimiz El-Lughatul Arabiye Arap dili dersinin yani şu gramakka kısmına başlayımız. Yani Arap dili demek bu fakat Arap gramakka degandan ko'rsatmaydi, balki Arap dili desek bu az deganda to'rt qismdan chiqadi. Yani nahvi, sarf, balog'at, adabiyot degan o'xshash. Bugungi bizni o'qimoqchi bo'lamiz nahvi qismi inshaalloh boshlaymiz. Endi dersimizden o'ziga kirishdan burun biz shu qanday bir fanni o'qimoqchi bo'lgan, bir fanni o'rganmoqchi bo'lgan odamda dastlabki bilishga tegishli bo'lgan har qanday bir fanning prinsiplari bo'ladi. Biz mush prinsiplarga to'xtalamiz. Ulamolar babda inna mabadiya kulli fannin ashara al-hadd wal mawdu thumma as-samara wa fazluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismu wal istimdad hukmu ash-shari'u مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع هذا الشرف deb shu har qanday bir fanninki prinsipini 10 tane prinsip bor. Har fanni o'qimoqchi odam shu 10 prinsipni yaxshi egallasa yoki shu 10 prinsiplardan bir-birini bilsa, yaxshi bir sharaflarga, natijalarga erishganligi to'g'risida to'xtalgan. Shuni biz bu bir Arap dili bugun dersimizni başlashdan burun shu 10 tan haqida prinsip haqida to'xtalamiz. Birincisi endi bu al-had, yani bugün biz o'qimoqchi bo'lgan darsimizningki ta'rifati, yani ma va nahvu, grammatika, nahvi degan nima degan haqida. Ikkinchisi nahvining mavzusi nima, uchinchisi uning qanday natijalari bor, samarasi nima bo'ladi ve shundaqla buning fazilati qanday fazilati bor ve bu nahvi ilmini tunji maydonga vaziyat bekituvchi, maydonga keltiruvchi kim, bu nima uchun nahvi deb ataldi yoki bu fanning ismi nima, buning asosiy tayanadigan manbasi, yani dalili bu manda qoidaga asosan mundaq bo'ldi, undaq qoidaga asosan undaq bo'ldi degan qoidaga bir istimbat, yani asli tayanadigan manbasi nima bo'ladi ve bunun qarta şari Allah subhanahu ta'ala'nın ki şer'i cihetten olan hükmü bu şu fenge qanday hüküm bor deganga o'xshash masalalar haqida oldingi darsda to'xtalgandan keyin darsimizning ichiga kirib ketamiz. Şu endi bugungi darsim nahvi degan zodi qanday narsa, nima u nahvi degan desa, nahvi endi lug'at ve isloh jihatdan ichki lug'at ma'nosiga kelsak, nahvi lug'atda ulamolar bir necha xil ma'noda ishlatildi deb kelib, nahvi degan so'z bir necha xil ma'noda ishlatildi. Buning birisi ya'ni shu jiha, taraf degan ma'noda ishlatildi degan. Masalan, ittajahtu nahval bayt. Men uy tarafga yuzlandim, uy tarafga qaradim deganga o'xshash nahval bayt degan shadiki nahva taraf degan ma'nosida kelgan, jiha ma'nosida kelgan. Ikkinchi birisi al-qasdu maqsad degan ma'noda keladi. Masalan, nahawtu nahvaka, sening o'qishingni maqsad qildim desak, o'sha nahawtu nahvaka desak, bu hatto nahv so'zining ikki ma'noda kelganligi. Nahawtu naha yanhu degan fe'l qasada yaqsudu ma'nosida kelsa, ondan boshqa nahvaka mislaka ma'nosida, misli ma'nosida kelganligi. Undan boshqa misli ma'nosida nahvaka desak, o'shada sening o'qishingni maqsad qildim men degan ma'noda maqsad va shundaqla misli degan ma'noda keldi. Undan boshqa yana tur, nav'i degan ma'noda keladi. Masalan, hada shay'u ala khamsati anha'in, yani bu
narsa 5 tür, 5 degan tür deganga o'xshash. Bundan boshqa qism degan ma'noda ishlatiladi yoki 5 qism deganga o'xshash, nav'iy qism degan ma'noda ishlatiladi. Undan boshqa yana masalan ba'z ma'nosida ishlatiladi. Nahvi ba'zi ma'nosida. Masalan akaltu nahvat ta'ami. Taomning bir qismini yedim deganga o'xshash ma'nolarda keladi. Demak, bu shunga o'xshagan lug'at ma'nolarida ishlatiladi. Bundan boshqa ma'nolarda ishlatiladi. Endi istilohiy ma'nosi deganda ulamolar buni istilohiy ma'nosida nurg'un ma'nolarda ta'rif qilgan. Ba'zilar degan nahv degan nima desa al-ilmu allazi yudrasu fihi al-jumla. Jumla inada o'rganiladigan bir ilmni nahv deymiz deganlar bo'lgan. Undan boshqa masalan kalimalarning oxirining mu'rab mabnilik ahvoli bilinadigan ilmni nahv deymiz deganlar bo'lgan. Va undan boshqa yana boshqa ma'nolardan kelgan bizning kitobimizda nahvni o'zimizning kitobdan ko'rgan vaqtimizda an-nahvu qavoid yu'rabu biha vazifatu kulli kalimatin dakhil al-jumla va dabt awakhir al-kalimat va kayfiyatu i'rabiha deb ta'rif qilgan. Nahv degan nima? Qanday narsa nahv degan desa, nahv qavoid. Yana u nurg'un qoidalar edi. Unda qavoid degan nimani ko'rsatib turadi? Desak, qavoid qoida so'zining ko'plik hisoblanadi. Unda qoida degan masalan rul asos degan ma'noda keladi. Lug'at ma'nosi qoida so'zidan chiqqan rul asos degan ma'noda. Ya'ni qavoid Qur'oni Karimda bir necha yeri kelgan. Shuning qatorida bu shu rul asos degan ma'noda ishlatilgan yerlar bor. Shunga annahu qavoid yu'rabu biha vazifatu kulli kalimatin dakhil al-jumla. Cümle içindeki her bir sözün vazifesi, sözlerinin ahırının tutuq tavuş belgesi ve sözlerinin türlünüş ahvali beni olan bilindiğin kaidelerini nehvi de patayımız. De bu istilahi kesbi atalgı cihetki manisi manımşunda ibaret. Bununla biz tefsiri yani kim kitabımıza kirgende bu nehvi toğultini bir toplumumuz. Yani cümle içindeki sözün vazifesi nime? Bunun tutuq belgesi de nemin demekçi? O keyfiyet i'rabıha da nemin demekçi? Bunun tefsiri yani bir köyümüzde. O vaxtda özaklı bir toplumumuz. Hem de ikincisi şu ilmin nahvinin mavzusu nime? Nime? Bunun asas tetkikat ubikti nime? Nemini tetkikat kılıdı o dese? El-kelimatu vel-kalam ya ki el-kelimatul arabiye الكلمات العربية أحوال الكلمات العربية من حيث ورود الأحوال لها حال تركيبها كالإعراب والبناء diyenler bulunur. Ya ki cümle içindeki sözlerin ahırının ahvali tanıştırıldığın kaidelerini şu tanımdığın ahvallar cümle içindeki sözlerin ahırdaki cümle içindeki Arapça sözlerin ahire bahs qilish, aşını tadqiq qilish bunun asas mavzusi değildi. Nima bo'lsin? Yig'inda qo'ysak, bu fanninki tadqiqot ulug'di, al-kalimatul arabiyya. Arab so'zi maqsad qilinadi. Boshqa fanning boshqa so'zlar, boshqa tildagi so'zlar maqsad emas. Ya'ni kalimatul arabiyya yoki al-kelimatu vel kalam deganlar bo'lsin yoki undaq degan bo'lsin, ya'ni mavzusi, ya'ni temisi asas tadqiqot ulug'di nima deganda al-kalimatul arabiyya deb qoladi. Endi uchinchisi bu shu arab tilini, nahvini o'rgangandan qanday natijalar kelib chiqdi? Buning samarasi, natijasi nima degan vaqtimizda buning to'g'risida nurg'un to'xtalgan bo'lsa-mu, muhimi fahmul kitob va sunnat, fahmul Qur'on ve sünnet-i Nebi. Kur'an-ı Kerim'ini düşünüş ve sünnet-i Resulullah'ını düşünüş, bana bunun neticesi muş olur. Demek grammatikini öğrendiğinden ki en ahirinde neme fayda çıkıyorsa Kur'an kitabını düşünüş ve sünnetini düşünüşke bir kişilik yani bir yardımcı bulundu, şunda bir netice gelip çıkıyordu. Ve ondan başka diğerlerin var, bunun dönüşünün ehemmiyeti faydası yani savunul lisan, en hata'in nutqi, talaffuzdaki hatalıktan tilini saklaş, yazıktaki hatalıktan barmaklarını saklaş, hata düşünceden kalplerini saklaş diğerleri ta'rifatımız oldu.
yani en muhimi, ahammuha fahmul kitap ve sünnet. Bununki semeresi muşundan ibaret. Anda olsa bu ilmi nehvini o'qiganning fazilati, bu nehvini fazli, yine bunun qanday fazilati bor deganda, buningda nurg'un to'xtalgan. Yine buningda ba'zi ulamalar degan nahvining fazilati to'g'risida to'xtalib, buni bundaq bir o'qishni tashbih ilib borgan. An-nahvu fil kalam kalmilhib lit-ta'am degan. Ya'ni kalamda nahvi xuddi taomdagi tuzga o'xshaydi, muhimlik darajasida, fazilati jihatda bu nimaga o'xshaydi desa, fazilati bir muhimlik jihatda nahvi bu shu kalam nahvi xuddi taomning tuzga o'xshash. Xuddi taomda tuz bo'lmasa, bu taom bir xil tetiksiz, ta'msiz bo'lib qolganga o'xshash kalamlarda nahvi bo'lmasa bo'lmaydi degan bu haqda bunday misollarni keltirganlar bu. Ve yine bazı degan bu şu nahvinin fazilati haqida to'xtalib, annahu zaynul lil fata yukrimu haysu ata man lam ya'rif an-nahva ahaqquhu an yaskuta deganlarni bu. Bunda bazı ulamalarimiz bunu şu nahvininki grammatikaning fazilati haqida bu e'lon qilgan. Yani nahvi bir yigitga nisbatan, bir yoshga nisbatan bu bir zinnat. Şu yigit, şu yosh şu grammatika nahvlarga amal qilgan vaqtda şu yigitni hurmatlaydigan, yigitni hurmatlab qiladigan bir zinnat bu. Ammo qanday qilib bu nahvini bilmasa, bu nahvni o'qimasa, bu eng yaxshisi jim turish kerak. Arab so'zlarga kirmaslik kerak, arab tiliga bunga aralashmaslik kerak degan. Ondan Muşu ilmin nahvininki tuncu vazi'i, yani ilmin nahvini dünyaya tuncu keltirgüçi kim gene qilib to'xtalganimizda vazi'i haqida muşun tuncu tuzib chiquvchi haqida to'xtalib. Kim desek, endi bu nahvi ilmi, yani fa'ilning tashviq qilishi, maf'ulning zarf qilishi bu azaldan bor. Grammatik kitobları tuzilishdan burun, bu to'g'risida maxsus kitoblar yozilishdan burunmi fa'il bo'lgan kundan maf'ul bo'lgan kundan boshlab bu yine fa'ilning tashviq qilishi, maf'ulning zarf qilishi, mubtada xabarning tashviq qilishi degan azaldan bor. Lekin bu bir xil qoidalashtirilib, ra'inib tuzilgandan maqsad qilmoqchi biz. Onda da mushu vazi kim bo'ladi deganimizda bu tunji vazini ba'zilar Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu deganlarmi bo'lgan ekan, Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu deganlarmi bo'lgan. Ya ba'zilar Abul Asad ad-Duali deganlarmi bo'lgan. Ya bu birisi-birisiga chetishdi. Hammasi bu gapning xato emas. Yana biz bunday qilganda buning bir vosita chetishganligi Abul Asad ad-Duali bilan Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhuki bunga chetishganligi. Tunji maydon keltiruvchi Ali ibn Abi Talib deganlarmi bo'ldi yoki Abul Asad ad-Duali deganlarmi bo'ldi, ikkisi birga. Nima chiqarganda Ali ibn Abi Talib zodi mush dastlabda nurg'un grammatikaning nurg'un bablarini tuzib chiqqan. Yani Abul Asad ad-Duali mu nurg'un bablarni tuzib chiqqan. Endi buningga mundaq bir ba'zi vaqalik qissalarni o'tirib qo'ydi. Abul Asad ad-Dualininki bir qizi bo'lib, bu qizi asli bugun havo nima degan issiq demoqchi. Ma aharul yawm degan. Ammo asli maqsadi bugun havo nima degan issiqda ma aharral yawma demoqchi. Ammo bugun havo nima degan issiq degan o'rniga ismi tabzil bo'yicha ma aharru deb bunda o'qiganda bu haqiqatan Abul Asad ad-Duali bu savol so'rabdi deb bunda savolga javob berganda qizininki asli savol so'ramaganligi faqat bugungi havoning issiqligidan taajjublanganligini o'tirib qo'yganda undaq emasdan ma aharra al-yawm deysa deb bunda tushundirgan ekan. Demek şu devirlerde Abul Asad ad-Duali'nin devirlerinde Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anh'ın devirlerinde İslam dünya her qaysi taraflardan zor derecede kengaygandikin, yani Arap tiliga Arap bo'lmagan har xil Arap bo'lmagan millatlarning Arap tilida so'zlashishi orqali, Arap tilini o'rganishi orqali Arap tilida zo'r buzilishlar, Arap tilini buzib so'zlayotgan ahvollar ko'p ko'rilgan bo'lg'achqa bu vaqt jiddiy holatda bir Arap tilida grammatikasida ma'lum qoidalarning tuzilmasi bo'lmaydiganligini tushunib yetgan. Shuni jihatdan Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ba'zi bablarni muzofillarga o'xshash, fa'il maf'ulga o'xshash bunda bablarni fa'ilning babi maf'ulning babi deb ba'zi
qoidalarni tuzgan ekan. Ammo shunda bo'lgan tuzayotgan chog'da ham shu Abul Asvad ad-Duali bilan nima mushu sohaga alayda ko'ngil bo'lganligini bilib, shu Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu Abul Asvad ad-Dualiga bilan kurashib, sen mushu taraflarni maqsad qilgan. Unhu hazan nahva degan ekan. Unhu hazan nahva, yine sen mushu tarafga maqsad, mushu taraflarni, mushu fa'il baqlarni, maf'ul baqlarni, suttu mushabbaga o'xshash, muzaf muzaflarga o'xshash taraflarni maqsad qilgan degan ekan. Shuning bilan bu fanning ismi ham nahvi deb atalgan ekan. Bu nahvi deb atilishdan bo'lgan, ismini bunday qo'yishdan bo'lgan sabab bu ham mushundan iborat deb qaradik. Şunu demek, andada tuncu vazi, mesela kitaplara kalırsak Abul Asvad ad-Duali deb atilishning sababi mushu. Yani grammatika, nahve, sarf ulumalarınki katlamlarga, tabakaları qaragan vaqtimizda at-tabaqatul ula esa birinci tabaqada Abul Asvad ad-Duali o'tirib chiqdi. Undan boshqa ulumalar bormi desa, bor. Undan boshqa bu 10 tabaqa bo'lgan bu 10 tabiqi bilan birga boshqa basirlik ulumalar, ko'piylik ulumalar deb bunda bilinib chiqqan. Lekin nima bo'lsa bo'lsin, tunji vazi Abul Asvad ad-Duali deganlarning mushu qarta mushu vaqalik bilan Ali ibn Abi Talib deganlar chiqsa munosabatlar bor demakchi. Demak, endi bu fanning ismi nima desin? Nahv dedik. Biz qavoid lug'atil arabiyya deymiz, arab tili qoidalar deymiz. Mushu arab tili qoidalarining ismi nima? Nahv. Nahv deb atalishi nima desa biz bayon o'tirib qo'ygan Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhuning Abul Asad ad-Dualiga degan gapi, unhu hazan nahva degan mush gapidan nahv degan ism qo'yilgan deb qaraymiz. Unda da zodi mushu nahvi ilmininki istimdodi nim bo'ladi. Yine buningki nimaga tayinadi? Nahvi ilmi asas tayinadigan dalili nima? Mesela falan narsa mundaq o'qilibdi, tutan narsa mundaq o'qilibdi, fa'ilni peş o'qilib, maf'ulni zibar, her doim peş o'qilan muqtada xabar degan o'xshash gaplarning dalili nima? Nereden olgan? Qaysi dalilga tayinib degan ilmlar bu gap ne desa, bu asosi tayinadigan o'rni Qur'on Karim ve hadis ve shu arablarning fasih so'zlarini she'r maqsad qilinadi, fasih so'zlar maqsad qilinadi. Ammo kalamullohning zari arab tilining grammatika dalil bulashda hech qanday shak shubi yo'q, ham ixtilof mu yo'q. Ammo arablarning fasih, ya'ni mo'tabar bo'lgan she'rlarningki dalil bulishdimi, bundan hech qanday ixtilof yo'q. Ammo sunnatningki, hadisningki dalil bulishda biroz ixtilof bor. Nimishdir Rasulullohning so'zida ixtilof bormi degan gap bu yo'q. Rasulullohning so'zida ixtilof bor deganlik bo'lmaydi bu. Bu nimani ko'rsatib desa, ya'ni hadisni ba'zi ma'nan rivoyat qilish durust bo'lg'achqa, hadisni ma'nan rivoyat qilish durust bo'lganlik nuqtasidan odatda boshqa odamlarni lafzi Rasulullohning bo'lmasdan boshqa insonlar Rasulullohning hadisini ma'nosini asos qilib turib jumlani keltirgan bo'lg'achqa bunga bo'lgan ixtiloflar bor. Nimadir eng oxiri tayinlagan o'rni 3, ya'ni kitob, ya'ni Qur'oni Karim, sunnat, ya'ni Rasulullohning hadisi ve arablarninki mu'tabar olimlarning she'rlari bu shu arablarninki mu'tabar she'rlar maqsad qiladi. Mana bu tayinlagan. Onda biz oxirida buningki bir shu shariatga o'rni, shariatda qanday hukm bo'ladi? Ya'ni hukm shariatning hukmi nima buning? İslam dinida shariatda shu nahviga qarata hukmi nima? Ya'ni bu nahvi gunish harommi yo nahvi gunish mubah mu ya makruh mu yoki vacib mu deganga o'xshash bir hukm zodi nima desa, ulamolar, ba'zi ulamolar buni farz kifoyadisimi, lekin kuchli qarash buni vacib deb qaragan ekan. Vacib deb qaradi. Nimishqa desa, chunki vacib Qur'oni Karimni tushunish vacib. Hadis Rasulullohni tushunish vacib. Qur'on hadisning ruhini tushuntirib bergan, Qur'on hadisni yutib bergan ulamolarning boshqa kitoblarini tushunish biz uchun vacib bo'lgan bo'lsa, anda da o Qur'oni Karimni tushunishga, hadis Rasulullohni tushunishga, islom dinining kitoblarini tushunishga, ya'ni bu arab tilida to'rtkilik rol o'ynaydi. Anda da vacib degan nima desa, ma la yatimul vacib illa bih fa huwa vacib degan usul qoida. Bir qoidasi bor. Ya'ni vacib degan nima desa, vacib qanday bir narsa bilan tamom bo'lsa, u narsa vacib.
Qur'oni Karimni tushunish vojibkan, hadis Rasulullahni tushunish vojibkan va shu Qur'oni Karim, hadis Rasulullahning yuritib turish asosida uni texnik insonlarga tafsili qilib turish asosida yozilgan kitoblarni tushunish vojibkan. Qur'oni arab tili grammatika uni tushunishga bir kishilik yine bu tövbe kuşutken ya da şunu bilen tushunilgan. Endi faqatlam nahv bilan g'ina tushunilgan gapimiz, ammo nahv bo'lmasa yine tushunish nurg'un masala ko'rib chiqadi. Nurg'un nuqsonlik ko'rib chiqadigan bo'lg'achqa, shunga buningdan tushunish shu arab tilining nahv bilan bo'lg'achqa shu qundada arab tilini o'qishmi vojib degan gap chiqdi. Shunga biz o'qiyotgan bu fanning shariatdagi hukmi vojib deb qaraymiz. Mushu sohaga da arab tili sohasiga kirib Arapça kitap okup, Kur'an hadisini düşünüş, Arap tili bilen Kur'an hadisini Arap tilinden düşünüş maksat kılganlar artık. Anda olsa bizimki şu her kandak bir fanın beşliki Allah'ın asas prensiplerden biz 8 tane prensipini söyleyen bulduk. Çünkü bunun hemsini bırak gelmesin, bazılarını gelsin, bazılarını kipayin buğaçka biz müşahede, müşüncek topluluğu yine başka biz özümüzdeki başka mezunlarga dersden mezunlarga çöketsek buludu. Başka suallar bo'lsa biz asl dersimizdeki asl temizga girsek bugün dersimizden asası mevzu kısmını okuyumuz. İnşallah ikinci saatlik dersimizde dersimizde kitabın üzerinde okuyumuz. Bugün kitabın umumi bir neme grammatika haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz va shundaqla grammatika shu nimalar haqida, ya'ni biz bu kitobda nimalarni o'rganmoqchi, bu kitobda qanday mazmunlarni o'rganmoqchi degan haqida qisqacha to'xtalamiz. Unda biz shu bayan ilmin nahvning mavzusi al-kalimatu vel kalam dedik. Bunda da kelime degan nima degan haqida to'xtalamiz. Kelime zade nima o kelime desa lafzun hudi'a li ma'nan mufrad. Mufrad bir ma'naga tayinlangan lafzni kelime deb qaraymiz. Onda da mushu kelime qancha qismga bo'linadi deganda kelime 3 qismga bo'linadi. Kelime onda da ism, fe'l, harfdan iborat 3 qismga bo'linadi. Al-kalimatu salasatu aqsam, ismun, fi'lun, harfun. Onda da isim degan nima, fi'l degan nima, harf degan nima desak, onda da kelime isim, fi'l, harfdan iborat 3 qismga bo'linadi ekan. Onda da mushu isim ya'ni nimalar tuvandagi turlarga bo'linadi. Masalan, biz kelimani masalan Muhammad, Ahmad deganga o'xshash ismga masalan keldi, badi deganga o'xshash filga ve harf, hem de bir yerki harf'te mi toxtalımız, bir yerki harf, ilbətəsi harfi məqsəd emas, yani özünüzün kelimiz. Onda da isim, şu iniqsizlik cəhəti işki gibi olur. Ma'rife ve nakire de işki gibi olur. Yine Arap tilda ma'rif iniq isimlar var ve iniqsiz bo'lgan isimlar var. Onda da iniq isim degan nima, iniqsiz isim degan nima bu haqda toxtalımız. Arap tilda iniq isim faqat 7 iniq bo'lmaganlarning hammasi iniqsiz bo'ladi. Iniqsizning uningki cheki yo'q. Ammo faqat al-ma'arif sab'a deymiz. 7 turlik ma'rif ism bor, iniq ism bor. Bu 7 turlik iniq ismni bilib bo'lsa, qolgan hammasi iniqsiz ismga aylanadi. Bu kitobimizdan o'zlab chiqadi. Onda da şu ma'rif ism 7 dedim. Masalan, misal ustida turib ismi alam, xassimlar, kishilik almashlar, nisbiy almashlar, ism ishorat degan o'xshash shunday yettiga bo'linadi. Yana mush ism nav'iy jihatda erlik va ayollik deb ikkiga bo'linadi. Muzakkar va muannas deb bo'linadi. Erlik ism va ayollik ism deb ikkiga bo'linadi. Yana buningda biz ayollik ismlarni o'rganib olamiz, ayollik ismlarning alomatini o'rganib olamiz, ammo erlik qolib qolganning hammasi erlik ism bo'ladi. Yana biz o'z navbatida ismni mu'rab va mabni deb ikkiga bo'lamiz. Anda mu'rab degan nima, mabni degan nima? Esas cümledeki amillarning o'zgarishidan cümledeki kelimeli cümlenin söz ahirinin o'zgarmagini qarab bu ikkiga bo'linadi. Mu'rab va mabnidir. Al-mu'rab kalimatun
yetagayyaru bi avakhir kelime bi tagayyurul amil degenge o'xshash o'z navbatida tafsil chiqadi. Ama mebni yine öz navbatida turib qo'yiladi. Demak, biz bu yerda umumiy qurilishni o'tiribmiz. Mu'rab degan nima? Mebni degan nima? Bu o'qimoqmiz. Undan boshqa ism yana birlik ism son jihati 3 ga bo'linadi. Birlik ism, ikkilik ism va ko'plik ism deb ataladi. Onda o'zi birlik ism degan nima edi? Bir dona erlik ya ayollikni bildiruvchi birlik bo'libdi. İki dona erlik yoki ikki dona ayollikni bildiruvchi musanna ikkilik bo'libdi. Ko'plik yana bu ikkidan ko'pni bildirgan bo'lsa ko'plik bo'libdi. Demak, shuni ism, mufrad, musanna, jam'i deb 3 qismga bo'linadi. Son jihatda. Anda bo'lsa bu jam'i yine o'z navbatida ikkiga bo'linadi. Jam'u tashih va jam'u taksir deb ikkiga bo'linadi. Anda jam'u tashih degan nima edi desa, birlikning qurilmasi jam'i qilinganda salomat qolgan, o'zgartirib o'tilmagan jam'i. Jam'u taksir degan nima desa, jam'i qilinganda ism birlikning qurilmasi o'zgartirilgan jam'ini demakchi. Masalan, bu jam'u tashih yine ikkiga bo'linadi. Cem-i muzakker salim ve cem-i muannes salim. Erlikning sağlamı köplüki ve ayollikning sağlamı köplüki deb ikkiga bo'linsa, cem-i taksir yana ikkiga bo'linadi. O cem-i qilla ve cem-i kasra, ozlikning jamisi ve köplükning jamisi cem-i qilla ve cem-i kasra yana ikkiga bo'linadi. Ama tasih deganimiz o'sha birlik jam'i qilinganda birlikning qurilmasi salomat qolgani. Masalan, muslimun degan so'zni jam'i qilsak, muslimuna bo'ladi. Esas şu muslimun, mimning peşi qilishi, sinning sukuni qilishi, lamning ziri qilishidan iborat muslimun, muslim degan so'z jam'i qilinganda buni muslimun deb o'zgartirilmay oxiriga una qo'shildi. Va bilan nun qo'shish orqali jam'i qilingan bo'lsa, ammo jam'i taksirchi, masalan kitobun degan so'zni jam'i qilsak kutubqa, rajulun degan so'zni jam'i qilsak rijolga jam'i qilindi, birlikdagi qurilma o'zgartirildi. Chunki jam'i taksir jam'u tag'yir degan ma'noda. Bunun başka ismine öz navbatida bu ismul camid, ismul mushtaq ve ismul cins deb bu üçga bo'linadi. Onda ismi camid degan nima ve ismi mushtaq degan nima, ismi cins degan nima bu bizning shu mulahhaz degan kitobimizda aniq tafsil o'tirib qo'yiladi. Bu mazmundan aniq bor. Bilan adında mangan mazmunlarning hammasi mush kitobda bor mazmunlar. Biz shu kitobda yuqorqi mazmunlarni ko'rib o'tamiz inshaalloh. Yani birisi anda da isim mushtaq, anda da bu neçige bo'linadi? Isim mushtaq yine ikkiga bo'linadi. Al mushtaq min al fi'l, al mushtaq min al ism deb ikkiga bo'linadi. Yani anda da ismul mushtaq neçe desa, ism mushtaq 11 bo'ladi. Buningdan 8i fi'ldan al mushtaq min al fi'l 8, al mushtaq min al ism bu 3 jami ism mushtaq 11 qismga bo'linadi. Mesela isimden yazıldığını misalga alsak, mesderi sanayi deyimiz, ismi tasgir deyimiz, ismi mensup deyimiz. Mesela misrun degan so'zdan misriyun deganga o'xshash. Türk degan so'zdan turkiyun deb yasab chiqqan ism mensuplar yoziladi. Buni o'z navbatida ko'rib o'tamiz. Endi ism yana o'z navbatida i'rob turilinish jihatda yana bu 3 qismga, yani şu isim biz bayağı mu'rab, mabni dedik. Mu'rab yani şu mu'rab 2 qismga bo'linadi. Mu'rab 2 qismga bo'linadi. Mu'rab munsarif ve gayri munsarif deb 2ga bo'linadi. Yani şu mu'rab bo'lgan ismlarning yine oxirida omilning o'zgarishidan jumladagi o'rni o'zgargan ismlar 2ga bo'linadi. Masalan, bu yerda o'zgarish desak, masalan ja'a Muhammadun, ra'aytu Muhammadan, sallamtu ala Muhammedin desek, Muhammed degan so'z zibar, zir, peşten ibaret 3 xil holatga o'zgardi. Demek mu'rab dedik. Mushu mu'rab munsarif ve gayri munsarif deb chiqib bo'ladi. Masalan, jaa Ahmadu, ra'aytu Ahmada, sallamtu ala Ahmada degan bo'ladi. Demek Muhammed so'zi bilan Ahmad so'zininki ikkilisi mu'rab. Muhammed mu'rab, Ahmad mu'rab. Ammo Muhammed munsarif, Ahmad gayri munsarif bo'lganga o'xshash bu o'zlari ikkiga bo'linib ma'lum. Endi ism i'rob jihatdan yana 3 qismga bo'linadi. Kirish jihati 3 qismga bo'linadi. Marfu, mansub
mansub, mecrur deb 3 qism bo'ladi. Yine başka ishlab chiqqan ism, Uyg'urcha buning kasbiy atalg'usi desak, Arabcha marfu, bu Uyg'urcha desak agar baş kilish, Arabcha mansub, Uyg'urcha desak tushum kilish, agar mecrur Uyg'urcha atalg'usi igilik kilish deb biz buni faqat Uyg'urcha atalg'usi bilan o'rganmaymiz. Uyg'urcha atalg'usi bilan birga Arabcha atalg'usi o'rganamiz. Yine biz bu kasbiy atalg'uga chiqqan Arab tili atalg'usini o'rganamiz. Onda da o merfu isim başka işlep kıldıkken, çünkü işlep kıldıkken, ilgilik işlep kıldıkken isim. Yine merfu mensup mecrur iken. Onda merfu 6. Bu kitapta merfu'nun 6 degen, bazı kitaplarda merfu'nun 7 degen, bazı kitaplarda merfu'nun 8 degen. Hemisi okşaş. Tabi nokuşutumuz yine bir nokuşutumuz 8 oldu. Demek asli 6 oldu. Onda mensup 11. Çünkü işlep kıldıkken isim 11 türlü. İlgilik işlep kıldıkken isim 2 türlü. Cami 19. Demek bir isim ya nesb okuludu, ya rep okuludu, ya cer ilgili kuruluşlar okuludu ama 19 türünün bir tevavutu. Bunu inşallah kitabımızın birinci bölümünde bunu ilgili bütünümüz birinci bakta. Şimdi bayan isim biz dedik, isim cami oludu, müştak oludu, ismi cins oludu dedik. Bu ismi cins hakkında topladığımız ismi cins mi? 3 bölümde ismi cins cem'i, ismi cins efradi ve ismi cins uhadi de 3 kısımda bilinip durdu. Belki ben de bazılarınki bu acaba bek bir parçalanıp gitken de bazı mındağılık düşünüsüz olarak bağlan buluşu mümkün ama bu öz nöbeti bir yeniden depkege vaxtımızda bek düşünüşlük bek adli bek asan çıkıyor. Lekin biz hazır kitapta umumi oturup uyulgan bir mukaddime sütüde kitaptaki umumi nesli meselege oturup yapmamakçı. Onun dinkin muş kitapta nemi çıkıdığandı, bu kitapta kandak mezmunlar çıkıdığandı desen yukarıda diyen mezmunlar ve ben diyen ve onun dedeki ben hemen de bulamadım, ben demeyeceğim onu o mezmunlar bulamadım. Onda biz bayam A5'te doğuk el kelimetu salasetu aksam ismun fi'lun harfun dedik. Bundan sonra fiil hakkı toplanan fiil zaman cihati 3 kısım bulunur. Fiil degen nime? Kandak nesine fiil deyimiz degende bu vakti toktulumuz mesela zaman hukum boğan malum şirketini bildiren sözünü fiil deyimiz. Onda da zaman hukumu etken o fiil zaman cihati 3 kısım bulunur. Madi, muzari, emri, ötken zaman, hazırlık zaman, buyruk şeklinde 3 kısım bulunur. Onda da fiil mü'reb ve mebnilik cihati fiil mü'reb mebnilik cihati bunu yine iki bulunur. Fiillerin mü'rebleri var, fiillerin yine mebnileri var. Mü'reb fiil oludu, mebni fiiller oludu. Onda da mü'reb fiil kasir ise mü'reb fiil taklan fiil muzari oludu. Ama fiil muzari ama nunu tekit ve nunun nisbet tutuşup kalkan çağda bu yine o vakitte mebni olabilir. Ama fiil mazi ile fiil emri çok mebni oludu, mü'reb olmaydı. Yani devamlı bir hilalet kılıdı, onun ahırına özgermeydi demek. Hem de fiil muzari kayıs kilişler kılıdı degende bunun üçlü işte merfu, mensup, meczum bulundu. Yani baş kiliş, düşün kiliş ve kisk bulundu. Deparayımız bu da isim merfu, mensup, mecrur olan koşuş fiil muzari merfu, mensup, meczum da bulundu. Onda da muşu fiil biz to'xtalgan fiil yani ma'lum zaman bo'lgan ma'lum bir zamanda yoki o'tgan zamanda yoki hozirgi zamanda yoki kelgusi zamanda ma'lum bir ish harakatini bildiradigan bir fiil bu ma'lum darajaga qurilgan fiil majhul darajaga qurilgan fiil deb ikkiga bo'linadi. Fiil ma'lum ve fiil majhul deb ikkiga bo'linadi. Oddiy bir misol to'xtalsak, masalan qara Muhammadun al-Qur'ana. Muhammed Kur'an'ı okudu desek, buna bu fiil ma'lum derecede kurulgan fiil deyimiz. Çünkü bunun da iş hareketine kılgıcı olan fail inik. Ama bu mecul derecede kuruldu desek, Kur'a el-Kur'anu. Kur'an-ı Kerim, Kur'an okudu desek, bir yerde bu fiil mecul derecede kurulgan. Yani bununki okuyucusu inik emez. Çünkü mecul diyen söz cehaletin çıkan, cehaletine inik olmadı, mecul iniksiz. Ma'lum degan şu alimadan çıkan iniq degan bo'ldi. Şuna ma'lum mecul deb ikki jumla bo'ladi. Shundaqla bu fiil yana o'z navbatida jamid ve mutasarrif deb ikki jumla. Yani fiil üç zamanda işletilmiş, üç zamanın ma'lum bir zamanda işletiliş, hem zamanda işletilmekten ibaret ikki jumla. Fiil jamid deganimiz ya o'tgan zamanda işletiladi, ya hozirgi zamanda işletiladi, ya kelgusi zamanda işletiladi. Ama
Fe'l mutasarrif 3 zamanın hemme işildir. Ötken zaman, hazırkı zaman ve kelgü zamandan ibaret hemme zamanda işildir. Bu taraftan fe'l ikkiga bölünür. Mesela misalga söz desek leyse fe'l ama fe'l jamid, fe'l mutasarrif emas. Çünkü fe'l leyse degan so'zning fe'lning muzari ve emas leyse yelisu lisdep mudakkaga yürüyor. To'liq leyse keladi. Ba'zi emir şeklinde keladi, ba'zi mazi şeklinde keladi, ba'zi muzari şeklinde kelgan o'xshash. Fe'l jamid ve fe'l mutasarrif deb ikkiga bo'linadi. Endi bu fe'l yana o'z navbatida endi mushu arab tilida mushu hozir biz bir narsani o'tirib qo'ysam avvalan huruful illah deydigan bir narsa bor. Yine harfi illat deb qo'yamiz sababli harflar. Yoki bundoq qilganda buni suzuq tovush harfi deb atsak bo'ladi. Xuddi Uyg'ur tilida 8 suzuq tovush harfi bo'lganga o'xshash, arab tilida 3 dona suzuq tovush harfi bor. Bu suzuq tovush harfi vay, yine vo ilib jadin iborat 3 harfni ko'rsatadi. Demek arab tilida harfi illat qancha desa harfi illat 3. Vo ilib ya. Yoki buni Uyg'ur tilidagi biz suzuq tovush harfini o'rnini tushunsak bo'ladi. Suzuq tovush harfini o'rnini tushunib, bunda o'rgansak bo'ladi. Chiqib suzuq bu umumiy 3 harf. Endi mushu 3 harf ba'zi ismlarda bo'ldi, fillarda bo'ldi. Mushu 3 harfning birisi ya 3 harfning ikkisi filda kelish kamasi qarab fil sahih ve mu'tal deb ikkiga bo'linadi. Fil sahih ve fil mu'tal deb ikkiga bo'linadi. Ama fil sahih yine 3'ga bo'linadi. Fil salim, fil mudaaf, fil mahmuz deb. Yani qanday olsa salim bo'ladi desa, shu bayonqi degan 3 harfdan bir harf qolmasa salim bo'ladi. Mesela zahab desek fil sahih, sahihning salim qismidir. Çünkü salim deyişimiz onun da vo ilib yadın ibaret 3 harfdan birisinden salamet qolganligi uchun 3 harfdan chiqqan kam keldi uchun bu. Ama fil mu'tal desa fil mu'tal so'zlarni yine 5ga bo'linadi. O mu'talul fa, mu'talul ayn, mu'talul lam, mu'talul ayn ve lam, mu'talul va ve lam degan o'xshash. Yine o'z navbatida bu ko'rib bütümüz inşallah şu harflarning kelish kamasi qarab bo'lgan bo'linishlar bor. Endi fe'l yana bu odatda fe'l degan o'tgan ma'lum bir zamonda ma'lum ishni qilguvchi ma'lum ish harakatini bilganligi uchun bu to'ldiruvchi talab qilish qilmaslik jihati 3ga bo'linadi. Fe'l mutaaddi va 2ga bo'linadi. Fe'l mutaaddi va fe'l lozim deb 2ga bo'linadi. Yine maf'ulun bih talab qilish qilmaslikdir. O fe'lning mutaaddi lozim bo'lishi u faqat maf'ulun bih bilan qarashdir. Bundan boshqa to'ldiruvchilar bilan munosabat yo'q. Shunga fe'l mutaaddi va lozim deb 2ga bo'lindi. Maf'ul lozim deganimiz o fe'l fa'il va lam kifoyalanadigan maf'ulun bihga ehtiyoji bo'lmaydigan tillarni fe'l lozim desak, fe'l mutaaddi yine 3ga bo'linadi. Bir tane maf'ul talab qiluvchi, 2 maf'ul talab qiluvchi va 3 tane maf'ul talab qiluvchi deb 3 qismga bo'linadi. İnşallah bunu öz navbatida kitapda kelib ko'ramiz. Endi fe'l undan boshqa yana fe'l tam va fe'l naqis deb buni bo'linadi. Bu kitapda chiqadi. Fe'l tam yana masalan fe'l naqis deganga o'xshash, hamma ko'rib bu darslarda boshqa kitaplarda ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Masalan fe'l tam şu fa'il bilan masalan kana afal naqis deymiz, o naqis deymiz. Mesela ismi kilip xabir kelimesi bo'lmaydigan, asli fa'ili kilip maf'ul kelimesi ma'no bildirilmaydigan degan o'xshash. Ammo fe'l tam xabirga ehtiyoj bo'lmaganda kana qartilgan bu. Shunda o'tirib bilib qolgan boshqa shu kitobda. Men buni o'tirib chiqdim. Shuna shu fe'l tam va naqis deganga o'xshash. Buni bu endi undan boshqa biz 5ta el-kelimatu salasatu aqsam ismun, fi'lun, harfun degan. Unda da harf degan nima deb o'ylasa, biz 5ta deb o'tdim men. Kitobimizning 5ta bu alayda to'xtaladi. El-harf laysa laha ma'nan illa ma'a ghayriha. O'zidan boshqa ma'noni, o'zi mustaqil ma'no bildirmaydigan, o'zidan boshqa so'zlar qo'shilishlar ma'no bildiradigan so'zlar harf deymiz. Ammo biz demakchi harf 2 qismga bo'linadi. Huruful mabani va huruful maani deb 2ga bo'linadi. Yoki huruful mabani demek huruful hicai deb ataladi. Ba'zi ulamala huruful mabani deb atagan, ba'zi ulamala huruful hicai deb atagan. Yine huruful mabani olsun, hicai olsun, bunun maqsad ilbat tasarruf maqsad qiladi.
Bu bizning tadqiqot temamiz emas. Yani biz bu ilm ve ta'sir harfine to'xtalmaymiz. Ama ikinci bir kısmı nima? Huruful maani, ma'na ifodalab qo'yadigan harflar to'xtalamiz. Bu harflar yani üçge bölünüdü. Huruful maani yani üçge bölünüdü. Çoğun cihettir. İsimge xas olganlar var. Fakat isim bilen birlikte qo'shilib işletilganlar var. Pilge xas olab pildilam işletilganlar var ve isim pilde ortak işletilganlar var. Mesela hamzatul istifham mesela bu isimde mi işletildi? Hal mi aşın okşaş sual vasıtı olan hal bilen sual vasıtı olan hamza isimde mi işletildi? Pilde mi işletildi? Pil bilen mi birlikte işletildi? İsim bilen mi birlikte işletildi? Ama o bazı harfler desek fakatlam mesela isim bilen işletildi. Harf nasbe allan izan kayga okşaş bular fakatlam pilde işletildi. Şuna okşaş huruful maani bu isim bilen işletiliş, fil bilen işletiliş, isim kilde ortak işletiliş için ibaret 3 kısımga bölünüp bu öz navbatini tarmaklarga bölünüdü. Bu öz navbatida kurabitimiz bek oddiy chiqadi. Yani biz bunda bir ilgichi qo'ygandan keyin hamma mazmunlarni o'tirib qo'ygandan keyin shunda chiqqan bilan lekin öz navbatida buni oddiy. Unda bo'lsa biz mavzuun nahvi al-kalimatu vel kalam degan ilmi nahvning mavzusi nahvning asosiy tadqiqot o'bukti temisi kelime ve kalam degan. Onda da biz bu yerda kalam degan nima degan haqida to'xtalish lozim. Hamda bazı kitaplarda kalam deb o'tirib qolsa, bazı kitaplarda cümle deb o'tirib qoldi. Men avvalan cümle şeklinde bu gapni tushundirmoqchi. Onda da arabchada cümle degan nima? Odatda ikki va undan ko'p so'zlardan tuzilgan ma'lum bir bo'lakni cümle deb ataymiz. Endi bu cümle ikkiga bo'linadi. Cümle mufida ve cümle gayri mufida deb ikkiga bo'linadi. Cümle mufida to'liq o'y fikrini ifodalab qo'yadigan cümle, buni kalam deb ataymiz. To'liq o'y fikrini bildiramiz, kalam bo'lmaydi. Kalam bo'lish uchun chuqur to'liq o'y fikrini bildirish kerak. Ammo to'liq o'y fikrini bildirilmaydigan yana nurg'un cümleler bor, ammo u cümle deb atalgan bilan kalam deb atalmaydi. Shunlashqa cümle mufida degan nima desa, cümle mufida deyimiz ma yetekevvenu min kelimeteyni ev ekser ve efade ma'nan tam deyimiz. İki ya onundan köp sözden tüzülgen ve tuluk o'y fikrini ifadalab bergini tuluq cümle olur. Tuluq cümle. Anda o tuluksuz cümle deb bağmadısı var. Tuluksuz cümle ne? Bunun atalıqsı şibhul cümle deb ataymiz. Anda o cümletun mufide ve şibhul cümle deb çıkıyor. El cümle kısmani cümle mufide ve şibhul cümle. Ondan sonra cümle mufide yani ikiga bölünüdü. Tuluq cümle ikiga bölünüdü. Cümle ismiye ve cümle fi'liye de ikiga bölünüdü. Ondan sonra cümle ismiye degan nimeydi? İsim bilen başlangan ve tuluq o'y fikrini bildirgan bo'lsa ismliq cümle oldu. Fil bilen başlangan ve tuluq o'y fikrini bildirgan bo'lsa filliq cümle oldu. Ama şibhul cümle degan nima desa al-jar vel majrur. Harfi jar ve onu qabul qiluvchi majrur, al-jar vel majrur. Harfi jar ve onun için kelgan zirh qilgan ism yoki zarf tuzilgan bo'lsa bu şibhul cümle oldu. Cümle deb atalishi ikki ya onun ko'p so'zdan tuzildi. Mesela fil beyti, anil mescidi, fil beytil kebir. Fil beytil kebir desek çoğu öyde degan bo'ldi. Mesela fil degan bir söz, beyt bir söz, kebir bir söz. Üç söz bir yer geldi. Lekin tuluksuz cümle. Tuluq cümle emas. Çoğunu şibhul cümle deb ataymiz. Cümle, tuluq cümle ve tuluksuz cümle deb ikkiga bo'linadi. Hamda cümle mu tuluq ama şu hamda cümle ikkiga bo'lindi xulosalasa tuluq cümle tuluksuz cümlede tuluksuz cümle yine ikkiga bo'lendi. Cari mecrur tuzilgan bir ritme yoki zarf ve onun mudafilliği yoki zarf qilib tuluq cümle ismiye ve cümle fi'liye deb bundan iborat. Onda bu cümle ismiye bo'lgan ve cümle fi'liye bo'lgan inşallah biz bunu ikinci dersimizde ko'rib o'tamiz. Kitabımızın asas mazmunları şundan ibaret. Cümle kirgen ekan ismliq cümle kirsak, ismliq cümle nimalardan tuziladi, ismliq cümlening bo'lak qancha bo'lakdan tarkibda bo'ladi, fe'lliq cümle qancha bo'lakdan tarkibda bo'ladi. Buni da inshaalloh keyingi darsimizda tafsil to'xtalamiz. Boshqa savollar bo'lsa, so'rasanglar.
Bugungi darsimiz mushaqchi bo'lsa, dastlabki kun bo'lg'achqa dars mazmun to'xtaldik yoki davomlashtiramiz desak, kitobning o'ziga kirib ketsak bo'ladi.